Bodaring ko'chatlarni oziqlantirishni boshladik. Kalsiy nitrat 1 tonna suvga 1 kilo 1 kilo 200 har bitta ko'chatga 1 gram 1,5 gramdan hisoblab beriladi. Holatiga qarab magniy nitrat qo'shiladi bunga tonnasiga 300 gramdan yarim kilogacha. Plus ikkinchi martasiga qo'shiladi kaliy nitrat yarim kilodan qo'shsa bo'ladi tonnasiga. Hozir bu ikkalasini aralashtirib plus bunga temir mana 6%lik temir qo'shamiz. Plus bor qo'shamiz. Hammasini video davomida to'g'riroq tushuntiramiz. To'liq video YouTube kanalimizga joylaymiz. Assalomu alaykum. Mana bugun bodaringni oziqlantirishni boshladik. 30-sentabr 2025-yil ko'chatlarimiz holati. Birinchi oziqlantirishni boshladik. Ungacha kapildan bitta quruq suv qayrildi. Ariqdan mana shuncha sug'orildi. Kamroq o'zi tepaga zaxmamligi chiqqan. Ko'chatlar bugungi holati hozircha hamma narsa yetarli. Birinchi oziqaga yoshligida bir marta kalsiy berilgan, hozir yana chopiqdan keyin kalsiy bilan oziqlantirishni boshlaymiz. Hozir bu yerda 2 kiloga 400, 1 tonnaga 1 kilo 200 dan kalsiy nitrat, kaliy yaraniki plus magniy nitrat hammasini o'lchab keldim. Videosi ham bor. Magniy nitrat 300 gramdan hisobladim tonnasiga, birinchi martasiga. Temir 250 gram. Temirni gidida hozir farqi yo'q. Agar yetishmovchilik ko'p bo'ladigan bo'lsa 100 gram, 150 gram qo'shsa bo'ladi. Bu yerda men 250 gram 3 tonna suvga mo'ljallab soldim. 1 tonna suvga 100 gramdan borni yantarni suvni pH'ini tozalash uchun tonnasi 50 gramdan qo'ysam bo'ladi. Bu unga solib oldim. Karbamid yarim kilo. Boshlang'ich ko'chatlarga nitrat kerak bo'ladi. Hammasi o'z nitratni 10 dan 15%, bundan ham o'zi 15 bor kerak bo'ladi. Hozir ularni eritish jarayonini boshlaymiz. Qudug'imiz kapning to'g'risida ham bir qisqacha ma'lumot berib turay. Shimga qo'yilgan. Mana bu suvni tortadi. Bu yerdan bunga aralashtirish uchun bitta qo'yilgan xod. Kran buyog'ini qo'shilsa bitta filtr. Kapilni shunaqada keting. Kapilni to'g'risida kimga qiziq ma'lumot bo'lsa, alohida video olib chiqaraman kapilni o'rnatish to'g'risida. Xo'p. Qudug'imiz 3 tonnalik. Hamma oziqlarni alohida eritib olamiz. Alohida eritib oladi. Bir-biriga qo'shib eritilmaydi. Faqat qo'shib oladi. Yaxshi eritilib, yara kompaniyani oziqalar tez eriydi. Mana eritib olib bu yerda tursin. Magniy nitratni yetarlicha. Magniy nitrat solib. Magniy nitratni erityapmiz. Xo'sh. Aroqli idishda eritilib qo'shiladi. Ketma-ketlikda. Bo'ladi hozircha. Hozir mana bu birinchi yantarni eritib qo'shaman. Hozir kameram qolib turadi. Yantarni ham solib oldik. Hozir mana 3 pachka yantarni bor edi. O'zi tonnasiga 100 gramdan 300 gramgacha tonnasiga 100 gramdan qo'shish mumkin. pH'ni kontrol qiladi bu. Alohida bargdan sochsa ham bo'ladi. Oziqalarga qo'yishib. Xo'p.
hammasi er bo'ldi. Qo'shib turishlar hammasi er bo'ldi. Hammasini birin-ketinlikda qo'shib solib yuboramiz hozir. Mana shu qudug'imizga qudug'imiz sig'imi 3 tonnalik. Mana motorimizni yoqib oldik. Oziqalarni ketma-ket eritgan oziqalarni ketma-ketga solaveramiz. Birinchi yantarni solamiz. Kalsiyni eritganimizni solamiz. Qayta olgina qoldi. Qayta solamiz. Magniy nitrat. Hozir kalsiyni soldik, magniy nitratni soldik, yantarni qo'shib soldik. Ana endi bordi. Borni aytamiz. Unda qo'shib turyapti. Yo'qsa kalsiy magniy nitrat qo'shib turyapti. Temirni ham solib oldi. Buni ham eritib, ketidan qo'shamiz. Mana shu ham aralashtirib turadi. Bu yerga 1 tonna suvga 1 kilo kalsiy nitrat, 350 grammdan magniy nitrat qo'ydim, yarim kilogacha qo'yish mumkin. И 150 grammdan 6,5 kilo nima qo'shdim? Azot qo'shdim. Mana shu aralashtirib turadi. Suvimizni ko'rinishi mana bunday holatda bo'ladi. Mana shunday holatda bo'ladi. Qizil tusga kiradi, temirni tusga kiradi. Hozir 5 minut aralashtirib turadi. Kapildan qo'yaveramiz. Kapilni ham o'rnatib olganman. Ko'chatlarga qo'yaveramiz. Bugungi holati. Bu kalsiy bizga nima beradi? Kalsiy oziqa bergandan ko'chatni stvoli, ildiz sistemasi kasallikka chidamli bo'ladi. Ana bu mana bu yerda aytib o'tirib, kalsiy yetishmovchilikda mana shunaqa barglar buralish boshlaydi. Kalsiy yetishmovchilikda. Chetlari sarg'ayishda kaliy yetishmovchilik bo'ladi. Hozir bunga birinchi o'rinda kalsiy beramiz 2 marta. Undan keyin monokaliy beramiz. Monofosfat MAP beramiz. Undan keyingi oziqa holatiga qarab 3 ta MPK 18 dan qo'yaveramiz. Xo'p, ketma-ketlikda holatiga qarab nimaga muhtojroq bo'lsa ketaveradi. Hosilga kirgan payti kalsiy nitrat dozalari bor, birga qo'shiladi. Hammasini bitta-bitta qo'yib yuboraman. Bugun bitta pashshaga ham qarshi dori sochamiz, uni ham reseptni qo'yaman. Bizdan yiroqlashmang. Yoqqan bo'lsa do'stlar, bitta like bosinglar, sahifaga obuna bo'ling. Bunday qiziq videolar to'y ko'chatlik paytidan hosilga kirgancha oxirigacha video olishga harakat qilaman. Qo'limdan kelgancha ham bilimlarim asosida. Hozircha do'stlar shular. Kanalimdan yiroqlashmang. Yoqqan bo'lsa bitta like bosib qo'yinglar. Kuzatishda davom eting.